21 savol. Halqa molekulasida protonlar soni neytronlar sonidan 6 ta ko'p bo'lsa, uning molar massasini aniqlang. Protonlar soni neytronlar sonidan 6 marta emas ekan, hozir 6 ta ekan. Protonlar soni kimdan? Neytronlar sonidan 6 ta ko'p. Protonlardan 6 tani bo'lsa, neytronlar soniga teng bo'lishi kerak ekan. Mana bu sxemasi. Shuni o'rniga qo'yaman endi. Xo'p, alkanning formulasi SnH2n + 2 formula bilan ifodalanadi. Protonlar sonini aniqlash formulasi 8n + 2 formula bilan ifodalanadi. Bundan 6 ni ayirib olib, neytronlar esa 6n formula bilan ifodalanadi. Ma'lumotlarni bir tomonga, ma'lumotlarni bir tomonga o'tkazamiz. Xo'p, 8n dan 6n ayrilib ketadi. 2n barobar 6 dan 2 ni ayirib olsak, 4n teng bo'ladi 2 ga. Xo'p, molar massasini so'rayapti bizdan. Formulasi S2H6 formula bilan ifodalar ekan. Massasi 30 gram taqsim molga teng bo'ladi. Javobimiz A.